Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nima uchun bizda hamon daraxtlar va ustunlar pastdan 1 metr balandlikda oqqa bo'yaladi? Shunchaki chiroyli ko'rinish uchunmi yoki bu eski sovet davridan qolgan shunchaki odatmi? Aslida bu oq bo'yoq ortida dahshatli urush sirlari bor va aqlli muhandislik yotibdi. Ikkinchi jahon urushi yillarini tasavvur qiling. Shaharda bironta ham chiroq yoqish mumkin emas. Aks holda dushman aviatsiyasi nishonga oladi. Qop-qorong'u tunda haydovchilar va askarlar yo'lni qanday topgan? Aynan mana shu oq daraxtlar orqali. Ular tungi yorug'likni qaytaruvchi tabiiy svetofor vazifasini o'tagan. Lekin eng qizig'i boshqa yerda. Oqartirilgan daraxtlar dushmanni tutib berishga yordam bergan. Qorong'u tunda qora kiyimdagi diversant yoki askar qora daraxtlar orasida ko'rinmaydi. Ammo u oq bo'yalgan daraxtlar oldidan o'tayotganda uning qora soyasi xuddi oq qog'ozdagi qora nuqtadek miltillab ko'ringan. Bu esa qorovullarga dushmanni uzoqdan payqash imkonini bergan. Tinchlik davrida esa bu oq ohak daraxtni quyosh urishidan va po'stloq ostida tuxum qo'yadigan zararkunanda hasharotlardan himoya qilgan. Ya'ni bu ham xavfsizlik, ham salomatlik, ham tartib degani. Endi ko'chada oq daraxtni ko'rsangiz, bu shunchaki bo'yoq emas, balki tarixning bir izi ekanini bilasiz.